Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sizlarga mana hop 90 ot kuchi traktorlar uchun omochlarimiz bor. Bu omochlarimizni razmerlarini sizlarga bir qator ko'rsatamiz. Atvali 44 ekan. Aziz do'stlar, sizlarga bir qator ma'lumot beramiz. Mana 90-100 ot kuchiniga ega traktorlar uchun omochlar 4 korpuslik. Hop, hozir biz o'lchaymiz. Mana bu joydan o'lchaydigan bo'lsak, aziz do'stlar, mana bu joyga davr 4 metr 54 santimetr chiqyapti. Hop, nari boshidan bu boshiga davr 4 metr 54 santimetr chiqyapti. Mana shu tugash joyigacha. Buni bu yog'i silindr, uni u yog'i aylanadigan joyi. Hop, endi sizlarga omochlarni tanishtiramiz, razmerlarini. Mana do'stlar, ramasidan omochiga davr 60 santimetr 59 chiqyapti. Hop, ishlaydigan salafanligini hisobiga 60 desanglar bo'laveradi. Bo'yi 60 santimetr ekan. Bu joyi mana 56-55,5 santimetr ekan bu joyi. Hop. Mana bu kilim demidi. Bu joyi mana 44,5-45 santimetr ekan. 45 santimetr. Bu 45 santimetr degani 45 santimetrda oladi degani emas ekan. Bu raqami bor. Buni 427 raqamli bu. 427 degani 4 korpuslik. 427 4 korpuslik bitta omochi 27 santimetr oladi degani. Endi 27 30 27 oladi degani. Endi 30 ni 4 ga ko'paytirsanglar necha olishi chiqadi. 27 ni 4 ga ko'paytirsanglar ham shu holat. Aziz do'stlar, mana bu 3 dan boshlab bu 3 ga davr 80 santimetr ekan. 80 santimetr. Chuqurligi. Hop, bu yerdan hisoblaydigan bo'lsak, chuqurligini mana bu 3 ga davr 40 santimetr olaverar ekan. 3 ga davr. 3 40 santimetr bo'lsa, mana past joyi 35 santimetr olar ekan. Hop, chuqurligi mana bu joydan 35 santimetr, mana bu joydan 40 santimetr bo'lyapti. 35 santimetr manigacha olar ekan. Bu degani 30-35 oladi degani. Buni 40 santimetr olsa qilsa bo'ladigan, qilsa ham bo'ladi. Adashib ketdim. Mana bu ligirovkasi bor. Shunisini bo'shatsanglar. Mana ikkala bo'libdi, bo'shatib turib, buni ham bo'shatsanglar, bu omoch mahoratda turgan bo'lsa mundek bo'ladi. Mana shu holatda bo'lganda 40 santimetr oladi. Buni mashq holatida 30-35 santimetr oladi. Eniga 28, 27, 30 santimetr oladi. Eniga. Endi 30 santimetr oladi. Keyingisi 27 bo'lsa, keyingisi 27, keyingisi 27, keyingisi 27 bo'lib, shu 110, 120 oladigan omochimiz bu 90-100 ot kuchiga ega omoch. Yana qislarga qanaqa ma'lumot bersam bo'ladi? Hop, silindri bor, mana silindrlari bor. Salafanni o'ralgan, ochmay qo'yadi, chayib yomon bo'lib ketadi. Mana bu joyda sovuni bor. Sovuni bu aylantirib beradigan sovun bu. Sovuni mana bunaqa bo'ladi. Mana xuddi shun bilan teng razmeri. Bunaqa shilyankasi bundan bunga kalta shilyanka ulanadi. Ikkita kalta shilyanka beramiz. Ikkita uzun traktorga shilyanka beramiz.
traktorga tushadigan ikkita shilyanka beramiz. Mana shunaqa bo'ladi sovuni. Yoki bo'lmasa, mana rangi boshqacha bo'lishi ham mumkin. Rangida farqi bo'lishi mumkin, qora yo bu rangdan. Do'stlar, aynan bu 96 kuchiniki qora emas ekan. Boshqa mana rangdan ekan, mashhur shundan ekan. Shun bilan mana bir xil ekan. Aziz do'stlar, mana bu omochni orasi bilan bu omochni orasi 60 sm ekan. Ikkala omochni orasi. Endi mana bu oralarni ko'radigan bo'lsak, bu oraliq 40 sm ekan. Mana oralari bilan bu oraliq 40 sm ekan. Mana ko'rib turganingizlarda 44 sm ekan omoch bilan omochni orasi. Endi hop, mana bu temir bilan mana bu temirning orasi 55 sm ekan. Mana bu temir bilan bu temirning orasi 55 sm. Omoch oladigan omoch bilan bu oladigan omochni orasi 60 sm ekan. Omochni bu yog'idan buni bu yog'iga doğru. Buni endi 3dan boshlab buni 3gacha hisoblasak 60 sm ekan do'stlar, mana 60 sm. Endi orqa ko'rinishiga keladigan bo'lsak, orqa ko'rinishini menimcha razmerlari shart emas. Yo shartmi, yana bilmadim. Bo'ladi gaykali, hammasi bo'sh edi. Bu pirdahnalitri, mobora tosh yo bir narsa chiqib qolsa, mashina uzib yuboradi, boshqa qo'yasizlar. Bu bo'lib gaykasi endi. 90-100 kuchiniki akalar tuymasi ikkitalik bo'ladi. Mana bu tuymasi ikkitalik bo'ladi. 1, 2 ta, uchinchisi bo'lmaydi. 120, 140, 150 kuchiniki 3 talik bo'ladi. Mana bu traktorga ulanadigan joyi bo'lishi kerak menimcha. Bu joyini ham ochib ko'rsatib qo'ydim mana. Mana do'stlar, mana bu traktorga ulanadigan suvagi. Mana bu traktorning tepasiga ulanadi. Pasi manadan ikkita joydan iladigan joyi mana. Bu addenni mana bu yerda olsak, addenni chiqadigan joyi bor mana. Uni oladigan bo'lsak, bu addenni chiqadi bu. Endi bu joyi do'stlar, bu joyi alohida traktorga iladigan joyi. Pastda ikkita pastdan ilinadi, tepasiga narsa tiqib qo'yiladi. 90-100 kuchini, omochini, ma'lumotini berdim deb o'ylayman. Rangi mana shu rang. Sifati klientlar bilan gaplashdim. Rahmat aytishyapti. Buzilmasdan yaxshi ishlayapti, rahmat deb. Rahmat eshitdik. Xudo xolasa 6 oyga garantiya berishyapti. 60 akitadiganlar 90 bo'ladi, 90 akasi pul ololmaydi, 90. Chuqurligi 35-40 oladiganimiz ham bor. Endi ularni 35-40 oladiganlar shu sizga aytganim 440 raqamligi bor. Ashular aka endi. Hozir kelib ko'rgani aka 96 kuchiga bor, 180 ni tepasiga borda. Kelib ko'rsangiz bo'laveradi lekin. Qaydan bor? Do'stlar, men bor o'zi klientlar telefon qilib qoldi, ma'lumot berish kerak bo'lib qoldi. Do'stlar, narxlarimiz ozgina ko'tarilganini aytmoqchiman. Ming bor uzr. O'zbekistonliklarga arzon qilib beraman degan sanam bular narxlarni jicha ko'tarishdi. Bularni 3100 kecha sotdim. Endi buni deyapti, tamojniyni narxi ko'tarildi. Rastamoshka tamojnilar boshqalarning narxlari ko'tarilgani hisobiga deyapti. Buni deyapti oxiri $3500 sotasan deyapti menga. Shunda deyapti bizga to'g'ri keladi deyapti. Kimga qiziq bo'lsa telefon yozib qo'yaman, raqamlarimni aloqaga chiqarasizlar. Bu ko'rinishi bo'yini o'lchadim, 60 sm bo'y chiqyapti. 60, mana bu suvagidan boshlab hisoblaydigan bo'lsak, misol uchun mana bu suvagidan 60 chiqadigan bo'lsa,
Bu suvagini yamidan hisoblasak 65 chiqyapti. Suvagini yamidan hisoblasak 65 sm. Bitta tomoni tikkalagandan keyin bu yog'i ham 65. Biri 30 bo'lar ekan. Tikka turgan holatda biri 30 bo'lsa, tikkalagan holatda biri 30 mana shu joygacha bo'lar ekan. Biri 30 sm. Tikkalagan holatda mana shu bo'yi biri 30 bo'lar ekan. Endi hamma ma'lumotni berdim deb o'ylayman. Kimga qiziq bo'lsa kelaverasizlar. Bizda 50 ot kuchiga 7 ta omochimiz qoldi, 2 korpusli. Onu bittasini sotmaymiz deydi, bittasini sotaveraylik dedim. Bu 220 ot kuchiga. Keyin bu 4+1, 3+1. Shuni 3 taligi ham bor. Aziz do'stlar, mana bu shuni 3 taligi. Bu 3 taligimiz 180 200 ot kuchi tortollaydi. Bunimizni 45 sm oladi, bo'yiga 40-45 oladi. Uzunligi 1 metr u 46-47 sm. Mana shu uchidan mana bu uchiga dovir 1 metr u 47 sm. Buni переплужнigi bor, kichkinalari переплужнigi yo'q. 90 ot kuchiniki переплужнigi yo'q. Kattalarga hamma yo'g'i bor. Bu katta 170-200 ot kuchini omochlari mana bu joydan eniga ligirovka qilsa bo'ladi. 2 metr oladigan, 1.40 oladigan qilib ligirovka qilsa bo'ladi. Kuluvchi bilan burasizlar, bu yoqqa keladi yo u yoqqa ketadi. Hop. 1.40, 1.60, 1.80, 2 metrgacha olishi mumkin mana shu holatda. Bu 1.40, 1.60 oladi. Nali 4 taligi 2 metrgacha oladi ligirovka qilsa. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bizning manzilimiz Andijon, O'zbekiston To'rt ko'chasi. Sarbon to'yxonasi mana shu bo'ladi. Mana shu Sarbon to'yxonasi o biqinidagi bizning ofisimiz ash qizil yozuvni tagida. Hammaga omad, bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Bizda traktorlar ham bor. Aloqa chiqsanglar narxlarni aytamiz.